Birinchisi. Bu ikincisi. Üçüncüsünü göreylikçi. Üçüncüsü. İlk yapıyor. Birinlerim seyreyelim. Erta tongda de turgasi birinlar seyrab tursa qushlar degandek. Ha, nimalar obrazi? O'zi yaxshimisizlar, tanzorlaringiz sog'mi? Yetti bilan durralar baylab bismillahirrohmanirrohim ishni boshladik. Xo'p, obunachilar. Ko'pchilik ko'rgan, biladi agronomda nimalar ekkanman, ha? To'g'rimi? Erta tongda mana Bolalar kaya chopildi mana. Onu arık oldik. Hozir bir qator o'tlarni terib chiqib, obunachilar. Mana. Hammasiga arık olib, tepasidagi o'tlarni ponni olib tashlaymanda, xudo xolasa. O'tlarni olib tashlab, tepasiga belis yapamiz. Belam yo'q bo'lib ketdi, obunachilar. Belam yo'q bo'lib ketdi. Mana buna qilib tekizlanadi. Shuni tekis qilib turib, tepasiga chot chiqib turib, bela bilan bug'doy sepib, mana ko'ryapsizlar aralarga. Mana shu ariq olindi. Kecha boshlaganmiz, kecha bitdan keyin boshlaganmiz. Mana o jiyanlarim, o'g'illar mana shu olishyapti, qasqa olishyapti. Tepada o'tlarni ponni olib tashlab turib, mana ularni ham hammasini olib tashlab turib, mana shu yerga chot chiqib turib, bela bilan bug'doy sepamiz. Ariq ochib qo'ygan joyim sug'orishga ham osonroq bo'ladi. O'sha paytlarda kim ko'rgan bo'lsa, uyga turpoq olib kelgandim. 19 ta hovuz olib kelib to'ktirgandim soydan. O'ta baland bo'lib ketdi, ariqdan suv chalmayapti, to'g'risi. Shunga ariqdan suv chalgan qilib, o'sha chuqurroq qilib ariq ochyapmiz. Xudo xolasa, bugun beda bilan bug'doyni ekib olsak, bedinlar bittami ham urib o'ryapti. Keyin tomonimda ham joy bor. Sizlarga ko'rsatib qo'yay. Mana bu tomonda ham joy bor. Mana ularni yo'q olib turib, yo ochiq tashlab turib, mana shu yerdan tekis qilib turib, o nari tomondan tekizlab o'sha o'tlarni olib turib, mana shu yerga ham chat qilib suvni qo'yib turib, mana shu yerga ham beda bilan bug'doyni ekamiz. Agar iloji bo'lsa, Makkadan olib qo'ygan Makkaga ekib qo'yamiz. Makkan tagida kuni sig'ilib chiqaveradi. Hop, mana obunachilar makkalarim. Bu tomonda yaxshi ko'rinmayapti. O'zi yaxshimisizlar, tanjolaringiz sog'mi? Mana shunaqada obunachilar, uyda ishlari bilan degandek. Hayot tashli va quvonchlar dedi-yu. Mana shunaqa ishlar bilan band bo'lib, mana qovunni ham yig'ishtirib olib, mana Makkani ham ekib qo'ydik. Endi hozir Makka bilan teppa-teng hilol ham chiqyapti. Hilol bor-ku. Sizlarda ham hilol deydimi? Hilol chiqyapti, bilmayman, hilolni bir chopib oramizmi? Makkalarni ko'z tegmasin, bexato chiqdi, chotki bo'lib chiqdi. Hozir. Endi sirli blog kanalida video qo'ymasam zerikib qolyapsizlar. O'shancha bir ko'rsatib qo'yay. Mana obunachilar. Yiqilamiz. Mana makkalarimiz. Ko'z tegmasin, yaxshi chiqdi. Mana. Tomondaydi. Hozir hilol ham aralashib bo'lib ketdi, shuning uchun sizlarga yaxshi ko'rinmayapti. Mana ikkitadan tashlab ekilgandi mana. Ko'z tegmasin, hammasi bexato chiqdi. Bitta chopiqdan xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi, nasib qilsa. Bitta chopiq ham qilamiz. Chopiq qilib bu hilollarni chop tashlamasak, endi hali dorisi bor. Hilol dorisi bor-ku. Makkaga ziyon tegib qolmasin deyman-da. Hilolga dorini qarsasi tepib keyin Makkani o'ldirib qo'ymaylik, shuning uchun chop qo'ya qolamiz. Mana shunaqa. Bugun xudo xolasa sizlar bilan birgalikda nasib qilsa, nariyoqqa
Buğday bilan birdan sepamiz, bu tomon tekizlaymiz. Ana shunaqa gap. Endi uydagi hayotiy ishlarni ham ko'rsatib o'tish kerak edi. Makkani ekib qutuldik. Endi bu tomonga beda bilan buğdayni shunday sepib qo'ysak, xudo xolasa shu bilan tovuqlar, parrandalar chiqqandan keyin maza qilib bitta bodamzor tayda. Uzumlarimiz mana bu bilasizlar. Uzumlarimiz ko'z tegmasin. Hammasi yaxshi. Shira tushgan yo'q, shiraga qarshi dorilar sepdik. Donlar ham yaxshi mana. Ko'rayotganmiz ularni. Ko'z tegmasin, donlar ham zo'r. Endi pishganini ko'ramiz endi. O'ta quyib yuborgani mana o'zi mana. Bular ham donlar hammasi bir xil. Olib tashlamadik. Qoldirdik hammasini. Ko'ramiz da. Haftada 10 kunda bir dorilar sepyapmiz. Seporichi shira tushmasa, kasal tushmasa, har zamonda tayin suv olib tursalar, ishlasa kerak a. Nima demoqchi bo'lsa. Bugun ob-havo juda yaxshi bo'lar shekilli menimcha. Chunki erta tongda quyosh sekin chiqishni boshladi. Sizlarda ham qattiq issiq bo'lyaptimi? Ha, uzumlar keladigan bo'lsa, uzumlarimiz ham mana xudo xolasa tepaga chiqdi. Chiqmaganlar ham bor, endi sekin chiqyapti tepaga qarab, mana taydagi aydiqlarda putab turibmiz, tepaga qarab haydayapti. Xudo xolasa. Mana shu bedalardan olamiz. Endi to'g'rilab qo'yavermasdan mana shunaqa bedalardan olib to'g'rilab tashlab turamiz. Endi iloji yo'q boshqa. Chunki bedalarni chiqib olguncha mana shu yurib turamiz. Mana uzumlar. Hozir bular ham chiqib bersangiz bir chiroyli manzara bo'lib qoladi. Yo'llardan yurasiz. Uzumzor degandek bu yoqqa chotki yo'l va nimalar obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa bir chiroyli bo'ldi. Bunga ancha mashaqqat, mehnat degandek, ha? Nimalar obunachilar. Mana bir chiroyli bo'ldi mana. To'g'ri hayron o'tlaqa qoldi ekan deb. Endi ertadan xudo xolasa to'g'rilar chiqmaydi. Karantin bo'ladi to'g'rilarga. Hozir nari tomonda ham ozgina chalasi qoldi. Chunki obunachilar o'lim haq hammamizni boshimizda bor. Mana birinchi kun oldin shu sinfdoshim Oxuntosh Akmal degan oshnamizni onalar reanimatsiyaga tushib qolgandi. Shuni ko'rgan sinfdoshlar bordik. Bu xolamiz ko'rib ancha yig'lagandi. Gapirolmay qo'yib insult bo'lib qolgandi. Mana bugun chin dunyoga ketdi. Hozir oshna telefon qildi, o'shanga bugungi ish qoldi, ertaga. Endi Allohning aytgani bo'lar ekan. Ertaga xudo xolasa, ertagami, ertadan keyin qilamiz. Chunki biz sinfdoshimiz oldida turmasak bo'lmaydi, dalda bo'lib ana shunaqa gap. Bo'lmasam keyin dasturlarda ko'rishishni qilamiz. Yoshli amma onalarni haqlariga duo qilinglar. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim meni ko'rib turgan ko'zdan hech qachon ham dard ko'rmasin. Alloh bergan umrni ko'raylik. Sog' bo'linglar. Rahmat.